O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston qahramoniga Yangi yil tabrigi. Hurmatli Hasanboy Hatamovich, el yurtimiz o'rtasida munosib obro' e'tiborga ega sizdek muhtaram faxriyimizni yurtimizga kirib kelayotgan yangi 2026-yil bilan chin yurakdan qutlab, yuksak ehtiromim va samimiy tilaklarimni bildiraman. Uzoq vaqt davomida fidokorona mehnat qilib, yurtimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligi uchun kuch-g'ayratingiz va salohiyatingizni safarbar etib, ezgu ishlaringiz bilan ko'pchilikka o'rnak bo'lib keldingiz. Bugungi kunda ham izlanish va tashabbus ko'rsatishdan to'xtamasdan boy hayotiy tajribangiz, ibratli fazilatlaringiz bilan yangi O'zbekistonda barpo etish jarayonlarida faol ishtirok etayotganingizdan juda xursandmiz. Biz butun umr davomida halol mehnat qilib toblangan sizdek faxriylarimizni jamiyatimizning bebaho boyligi deb bilamiz. Dunyo miqyosida obro' e'tibori ortib borayotgan vatanimizni yanada rivojlantirish, turli sohalarda ulkan yutuqlarni qo'lga kiritayotgan xalqimiz, ayniqsa yoshlarimizni yangi marralar sari ilhomlantirish, ko'p millatli diyorimizda tinchlik, o'zaro hurmat va hamjihatlik muhitini mustahkamlashda bundan buyon ham munosib hissa qo'shasiz deb ishonamiz. Yangi 2026-yil oilangiz, farzand va nabiralaringiz hamda yaqinlaringiz bilan birgalikda sog'-u salomat, baxt-u saodatga yor bo'lib, barcha ezgu orzu niyatlaringizga yetib yurishingizni chin dildan istayman. Chuqur hurmat, ehtirom bilan Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.